Men kutganimdan ham yaxshi bo'lib chiqdi. O'zim ham sizlar ishlaringizni ancha oldindan kuzatib yurganman. Shuning uchun ham aynan именно shu ustalar kelib qilib bersin deb men 2-3 oy kutdim. Boshqa ustalar ham kelib ketdi, bularning ishini ham o'rganib chiqdim. Xo'p, har xil variant bor-da. Aynan shularning ishi menga yoqdi, shuning uchun shularga qo'ydirdik. Mana xudo xolasa 50 kilovatli panelni o'rnatdik. Yana 50 kilovat o'rnatish niyatimiz bor. Yana shularning xizmatidan foydalanmoqchimiz. Mana Longji Haymo Xön panellarini o'rnatdik. Montajlar ham juda chiroyli chiqqan. Men o'zi ko'nglimga o'tirganda chiqdi. O'ylaganimdan ham yaxshi chiqdi. Tanish bilishlarga hammaga tavsiya qilib turibman. Bundan keyin ham tavsiya qilaman. Kimgadir qiziq bo'lsa, marhamat kelib ko'rishlaringiz ham mumkin joyida. Mehmon qilib, ko'rsatib, o'rgatib jo'natamiz xudo xolasa. Hammaga tavsiya qilaman. O'zbekiston bo'yicha o'rnatib berib turibdi bular. Boshqa joydagi ishlarni ham kuzatganman oldindan ham yaxshi yoqqan menga o'zimga, shu uchun shularning xizmatidan foydalandik. Rahmat ustalar sizlarga. Sizga ham katta rahmat, rozi bo'ling.